I can say what I like. Nimani yoqtira olishimni ayta olaman. Love it or hate it. Yoqtirasizmi yoki yo'q? Biron narsani yoqtirishda uni darajalari bor. Demak, I love football. Menga futbol yoqadi, ya'ni futbolni sevaman. Bu kuchli yoqtirish. I really like it. Bu menga rostdan da yoqadi. Rostdan ham yoqtiraman. Bu undan da kuchliroq ko'rinish hisoblanadi. I like it, yoqtiraman. Bu shunchaki yoqtirish. I quite like it. Men juda ham yoqtiraman. I think it's okay. O'ylashimcha yaxshi. Ya'ni 50-50 bo'ladi degan ma'noda keladi. I don't like it very much. Juda yoqtirolmayman, ya'ni unchalik ham yoqtirmayman. I don't like it. Men buni umuman yoqtirmayman. I hate football. Futbolni juda ham yomon ko'raman. Demak, yoqtirish va yoqtirmaslikni darajalariga ko'ra ishlatsak bo'ladi. Love, really like, quite like, it's okay. Don't like va hate. Spotlightga e'tibor qaratamiz. Demak, like, love va hate fe'llaridan keyin grammatik jihatdan o'rganadigan bo'lsak, biz ko'pincha ot yoki olmosh beramiz. Agar fe'l ishlatmoqchi bo'lsak, bironta harakatni ishlatmoqchi bo'lsak, ana shu harakatga ing qo'shimchasini qo'shib qo'yardik. Bu ya'ni gerund qoidasida bor grammatikada. I like football yoki I like it desak bo'ladi. Lekin endi futbol o'ynashni demoqchiman. O'ynamoq degan fe'l kiritmoqchiman oraga. I like playing football, ya'ni play fe'liga ing qo'shimchasini qo'shib ketaman. Xuddi mana shu ko'rinishda siz bu fe'llar bilan gaplar tuzsiz bo'ladi. Okay, glossaryga e'tibor qaratamiz. Demak, it's my favorite thing mavzusidagi matnni tarjima qilish uchun oldin glossarydagi so'zlarni o'rgangan bo'lishimiz kerak. Wonderful, fantastic, very good. Juda ham yaxshi demoqchi bo'lsangiz, wonderful, oh, it's fantastic desangiz bo'ladi. Fun. If something is fun, it makes you happy. Demak, sizni bu narsa xursand qiladi. Sizni misol kuldiradi, kulguli narsa bo'ladi. Favorite. Your favorite thing or person is the one you like the most. Eng sevimli degani. Misol uchun siz yaxshi ko'rgan insoningiz, siz yaxshi ko'rgan narsangiz. Enjoy doing something. If you enjoy doing something, you like it a lot and it makes you happy. Misol uchun men kitob o'qishdan zavqlanaman demoqchisizda. I enjoy reading books. Xuddi mana shunaqa qilib gaplar tuzsak bo'ladi. Bironta jarayondan zavqlanish hisoblanadi. Endi buni enjoy fe'l bo'lsa, sifat shakli enjoyable bo'ladi. Reading book is an enjoyable process for me desak bo'ladi gap tuzganimizda. Boring, zerikarli degani, buni endi opposite teskari varianti interesting, ya'ni qiziqarli bo'ladi. Prefer to, like someone or something more than another person or thing. Bir narsaga qaraganda boshqasini afzal ko'raman degan ma'noda ishlatilishi mumkin. Misol uchun, I prefer old films to modern ones, in fact. Menga zamonaviylaridan ko'ra eski filmlar yoqadi. Be keen on something, like or be interested in something. Biron narsaga juda ham qiziqib ketish. Misol uchun, I am keen on reading books. Kitoblarni o'qishni haqiqiy ashaddiy muxlisiman yoki ashaddiy shinavandasiman degan ma'noda ishlatiladi. Interesting yoki interested. Spotlightga qaraymiz. I think modern art is interesting. Mani fikrimcha zamonaviy san'at juda ham qiziqarli. I am interested in modern art. Va bu degani, men bu narsaga qiziqaman degani. Men qiziqaman. I am interested in nimadir qiziqarli demoqchi bo'lsak, something is interesting. Xuddi mana shu holatda biz o'zimizga yoqqan narsalar haqida gapirishimiz va ularni tasvirlashimiz mumkin bo'ladi.